Qur'oni Karimda Sura An'om surasini bir aytganmiz, yodingizda bo'lsa. Sura An'om daf'atan bitta sura kechasi nozil bo'lgan ekan. Bo'linmasdan-da, bir oyat, ikki oyat emas, daf'atan bitta sura to'liq nozil bo'lganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qo'rqib ketgan ekanlarki, 70 ming farishta birga tushgan ekan haliga sura bilan birga. Har bitta farishtalarning og'zida Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar deb tasbih, tamjid, tahmidlarni aytib ular baqirgan holatda tushganda, kechasi bo'lganligi uchun qo'rqib ketganliklaridan darhol rukuga borib subhan robbiyal azim deb turib darhol sajdaga borgan ekanlar. Subhan robbiyal a'lo deb Allohga yig'laganlarda yer qimirlaydigan darajada shunaqa vahima bo'lib ketgan ekan. Shunda mana shu sura An'omni olib tushdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahobiy kiromlarga o'qib berdilar. Sahobalarga yozib olinglar dedilar. Shu 3 ta oyatni o'zi bitta surani to'liq 3 oyatini sen o'qib qo'y dedilar. Alhamdulillahillazi xalaqas samawati val arda va ja'ala az-zulumati wan nur, thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huvallazi xalaqakum min taynin thumma qada ajala va ajalun musamma. Mana shu oyati karimani o'qib berganlarda aytdilarki, qaysi bir ummatimda shu oyatni agar shu suradagi 3 oyatni o'qib yursa, Xudoy taolo u bandasiga 70 ming farishtasini qalqon qilib beradi. U farishta shu banda bilan birga yurar ekan. Shuning uchun inson siz men bizni doim duoyimiz, ibodatimiz, namozimiz, istig'forimiz, salovatimiz bo'lib turishligi biz uchun bu katta bir ne'mat ekan.